Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Yana bir xonadonimiz tunaka fon ishini Asakani Qoratepasida boshlaganmiz. Bizni kuzatishda davom edinglar. Hozir ish jarayonlaridan sizlarga ko'rsatib o'taman. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa sizlarga yangicha fasollarni va ishlarimizni, qilayotgan ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Qoratepadagi ishimiz ko'cha tomon shapkasi bor. Shapkasini shunaqa ko'rinishda qilib beramiz bu xonadonimizni. Duolimiz shunaqa yangilik ekan. Duol bo'lgandan keyin karnizlarni qatirib beramiz, tarnovlarni qo'yib berganmiz. Shapkalarni shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz va ichkariga kirganimizda ichkari tomonimizni shapkasi ikkinchi etaji aylanasiga to'rtburchak shaklda bo'lgan, polniy aylanasiga bo'ladi. Bu joyimizni ham shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Va ichkari tomonimizda yana bir tomoni bor. Bu joyimiz ham bu chekamizdan narigi chekagacha bo'ladi. Shapkamiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Ayvonimizga o'tamiz. Ayvonimiz ham xudo xolasa chiroyli ko'rinishli tunaka fon fasonimizdan qilib beramiz. Uzunligi, bu joyimiz uzunligi 19 metr bo'lgan joyimiz. Bu joyimizga ham bitta fasonimizni tanlab qo'yganmiz. Xudo xolasa bu joyimiz polni bitgandan keyin ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bunaqa o'choq, tandir, manaqa mo'rilar agarda chiqadigan bo'lsa, bundan umuman xavotir olmanglar. Biz o'zimiz xudo xolasa chiroyli qilib chekalarni aylantirib, kesib, o'rab olib o'tib ketamiz. Ikkinchi etajda bu tomoni, ikkinchi etajimizning orqa tomoni ham bo'ladi. Narigi tomon ko'rsatib o'tgan joyim oldi tomoni, bu tomoni orqasi, bu tomonimiz ham orqasi, bu tomonimiz ham уже почти bitib qolgan. Qadrdonlar, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizni ham xonadoningizga tunaka fon ishlari, xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda chiqamiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab masofani farqi yo'q. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Listimizning yupqa qalinligi bor, 120 mingligi, 130 mingligi, 140 ming so'mligi, 135 ming so'mligi bor. 04, 037, 035, 03 listlarimiz bor. Shularni tanlaganingizda aytgan summamizni qilib beramiz. Masalan, misol ko'pchilik tushunmayapti. Har doim har videoda iloji boricha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu joyimiz turgan bo'lsa, shu joyimizga agarda fasonni tanlab berasiz, aytgan fasoningizni qilib beramiz. Shu joyingiz necha kvadrat bo'ladigan bo'lsa, shunga kvadratga pul olamiz. O'rtasiga masalan, kosmos qo'yadiganlari bor masalan, yoki nimadir masalan oddiy misol lampochka qo'yib qo'yadigan bo'lsak, shnurini, lampasini olib berasiz, qo'yib beramiz, xizmat haqqimizga olmaymiz. Nechta bo'lsa mana bu joyimizga mana bitta, ikkita, uchta, nari tepa tomonlarimizga xullas polniy manaqa shnuri bilan qo'yadigan lampasini olib bersangiz, biz uni lesamiz borligida pul olmagan holda qo'yib beramiz. Darvozaxonamizga manaqa ayvonimiz, darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimizga masalan kosmos qo'ymasdan yoki qanaqadir gullar, bir alohida narsalar qo'yilmasa, shu turishda tunaka fon polniy tunakadan bo'ladigan bo'lsa, shu joyimiz masalan 100 kvadrat bo'ladimi, shuni hamma yo'g'i keladi. Lesasi, usta haqqi, samarezi, rekasi, xullas kilesi, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Shu joyimizni fason tanlab berasiz. 100 kvadrat chiqsa, 130 mingdan qiladigan bo'lsangiz, 13 millionga tayyor bo'ladi bu xonadoningiz. Sizdan bir mahal obed bo'ladi. Agarda vodiyning ichida bir uzoqroq Qo'qon bo'lsa yoki masalan Farg'onaning ichlariga ham masalan qatnab ishlaymiz. O'zimiz Andijon viloyati Asakadanmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi uzoq bo'lib ketsa, faqat endi bitta muammocha bo'ladi, yotoq bo'lib qoladi. Yotib ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Lekin sizga masalan summasi alohida bir qimmatroq yoki bir qanaqadir alohida qo'shimcha narsalar bo'lmaydi. Faqat bitta muammocha bo'ladiki, yotib ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Vodiy bo'ylab bir xil narxda bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizni ham xonadoningizga shunaqa tunaka fon ishlar kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli ko'rinishda tunaka fonlarimizni qilib beramiz.
sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.